Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizda adabiyot darsida avvalgi mavzuyimiz Pirimqul Qodirovning Avlodlar dovoni asaridan berilgan Nizomning tantiligi parcha tahlili bilan tanishamiz. Bugungi darsning maqsadi: o'quvchilar asardan berilgan parcha mazmuni bilan tanishasizlar. Mustaqil fikrlab, adabiy qahramonlarga xos sifatlarni, xarakterini ta'riflab bera olasizlar. Insoniy sifatlar mavjudligi hech kimning millatiga, irqiga, diniga bog'liq emasligini tushunasizlar. O'qilgan parcha yuzasidan sizlar bilan muhokama qilamiz. Sizlar uchun quyidagi savollar berilgan. Elchilar ketgach, Sherxon kim bilan va nima haqida suhbatlashdi? Sherxonning odamlari qanday yo'l bilan Humoyun bilan Hindol o'rtasiga adovat solishdi? Bu mard odamning ishimi? Qanday mulohazalar Sherxonni Humoyunni daryolar sirtmog'idan tirik chiqarmaslik haqida qaror qabul qilishga undadi? Sherxonning sulhni harbiy hiylaga aylantirish haqidagi qarorini yaqinlari qanday qabul qildilar? Ulug' maqsad nopok vositani oqlaydi deb o'ylaysizmi? Urush qurbonsiz bo'lmaydi. Boburiylarning Hindistonda qilgan qatl omlari, ko'plarni qatl etishlari, ya'ni ko'p qon to'kishlar sizga qanday ta'sir qildi? Yog'iy bosganda Humoyunning dastlabki qilgan xatti-harakatlarini, bergan buyruqlarini to'g'ri deb hisoblaysizmi? Bunday paytda odam o'zini qanday tutishi kerak deb o'ylaysiz? Sherxonning mulohazalariga tayanib, Boburiy shahzodalar haqida fikr yuriting. Qo'qqisdan qilingan yog'iy hujumi tufayli Humoyun qarorgohida sodir bo'lgan sarosimalikni so'zlab bering. Javoblaringizni xoh yozma, xohlang og'zaki so'zlab WhatsApp orqali jo'nating. Demak, o'quvchilar, kitobdagi darslikdagi berilgan parcha bilan tanishasizlar va sizlar uchun berilgan topshiriqlarni bajarishga harakat qiling. Adabiyotni ko'proq o'qishga harakat qiling.